Assalomu alaykum o'quvchilar. Regular expressionlarda davom etamiz. Xo'p, bu mavzuda to'plam va diapazonlar degan narsani o'tamiz. Biridan misol bo'yicha ketaylik, keyin to'plam nimaligi haqida tushunamiz. Xo'p, bizda bu string bor. Deylik, mana shu stringda biz shunday so'zlarni topmoqchimizki, shunday qiymatlar topmoqchimizki, oxiri o'sha qiymatlarni oxiri emas, ikkita mana bu op degan so'zi bo'lsinda va boshida deylik, mana shu ikkita harfdan oldingi harfi deylik yo h harfi bo'lsin, yo y harfi bo'lsin, yo t harfi bo'lsin. Shunda biz yo top degan qiymat yoki yop degan qiymat yoki hop degan qiymatlarni qidirayotgan bo'laylik. Shunda nima qilamiz? Mana yozib olamiz. Op. Biz shu op degan so'z bilan nima qiymati bor joyda topmoqchimiz. Lekin shu op degan so'zdan oldin yo oldingi turgan harf yo t bo'lsin, yo y bo'lsin, yo h bo'lsin, yumshoq h bo'lsin. Ana shunday paytda to'plam degan narsani ishlatamiz regular expressionda. To'plam mana shunaqa to'rtburchak qavs bilan qilinadi va bu yerga yozib qo'yamiz. T, y, h. Hop, endi shunda qanday ishlaydi? Match so'zlarni qidirayotganda mana opli joylarni topdi. Mana birinchi mana bu yerda topadi. Opli joyni topdi-da, opdan oldingi belgiga qaraydi. Mana bu yerda biz opdan oldingi belgini to'plam qilib ko'rsatib qo'yganmiz va aytyapmizki, shu uchovidan biri bo'lsin deyapmiz. T bormi? Bo'ldi. Demak, mana T bor-ku deydi-da, demak buni oladi. Buni oladi. Keyin keladi, yana opli joy mana bu joy topdi. Undan oldingi belgiga qaraydi. T bor, T'mi yo'q, Y'mi yo'q, H'mi yo'q, tashlab ketadi. Bu yerga keladi. Bu yerda ham xuddi shunday. T, Y, H ga teng emas. Olmaydi. Lekin buni oladi, chunki bu bor. Buni oladi va buni oladi. Endi uning uchun har birini olish uchun bilasizlar, bu yerga biz G qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa, birinchisini topib qaytarib yuboradi. Mana, ko'ryapsizlar, chiqib kelyapti. Demak, to'plam degani regular expressionlarda mana shunday narsani anglatadi. Ya'ni biz qandaydir belgilarni to'plamini beramiz, qaysi biri to'g'ri bo'lsa, o'sha joyga shu mos tushadi. Keyin qolgani bu yoqdagi patternga qarab to'g'rilab ketaveradi. Yoki bo'lmasa mana shunday qilib, shunchaki hech narsa yozmasak ham, qayerdagi T, Y, H lar bo'lsa, o'shalarni topib qaytaradi bizga. Mana T ni topdi. G qo'ymaganimiz uchun. T, Y, H. Hamma joydan bu yerga keldi. Keyin endi bitta narsani sal odamlar ko'pincha chalg'iydi, bir narsani unutmasligimiz kerak. Mana bu to'plamning ichida ko'p harf bo'lgan bilan bu to'plam bitta belgiga javob beradi xolos. Bitta belgi. Har bir belgini mana shu to'plamga nisbatan tekshirib chiqadi. Xo'p. Demak, to'plamlar haqida tushunchaga ega bo'ldik. Endi keyingi narsaga o'tadigan bo'lsak, diapazonlar degan narsaga o'tadigan bo'lsak, bu to'plamning ichida bo'ladigan narsa, juda ham sodda narsa. Mana masalan deylik, boya biz T, Y, H ni qidirdik, to'g'rimi? Birinchi harfi yo T bo'lsin, yo Y bo'lsin, yo H bo'lsin deb aytdik. Aytsakki, bizga farqi yo'q. Birinchi harfi A dan Z gacha bo'laversin, любой harf. Ya'ni bu degani alifboni barcha harflari. A dan Z gacha. Keyin men bu yerga I qo'yib qo'yaman, чтобы haligi katta harflarni ham adashib tashlab ketmasligi uchun. Farqi yo'q. A dan Z gacha bo'lgan istalgan harf bo'lsa bo'laveradi demoqchi bo'lsam, shunda men bu yerda mana bunday qilib A, B, S, D, E, F, G deb yozsam ham bo'ladi. Lekin unday qilib cho'zib o'tirishdan ko'ra mana bunday diapazon degan narsani ishlataman. Mana o'rtaga mana bu belgini qo'ysak bo'ldi, shu tushunadiki, demak A dan boshlab Z gacha bo'lgan hamma harflar kirib ketadi ekan degan ma'noni beradi. Shuning uchun buni diapazon deydi. Ya'ni biz diapazonini belgilaymiz. Shunda nima bo'ladi? Xo'p, topdi, qabul qiladi.
hopni ham qabul qiladi endi bu safar, chunki a dan z ichigacha bu bor. Sopni ham qabul qiladi bu safar. Va tekshiramiz. Ko'ryapsizlar, hammasini topdi. Demak, diapazon degan narsa mana shu narsa bo'ladi. Diapazonda ko'pincha ko'rasizlar, bunday qilib raqamlar ham 0 dan 9 gacha ham deb berib yuboradi. Bu degani 0 dan 9 gacha bo'lgan istalgan son bo'lsa bo'ldi. Yoki bo'lmasa qisqartirmoqchi bo'lsalaring, mana o'zlaring aytishlaring mumkin. 0 dan 5 gacha bo'lganlarni ichidan topib ber deslaring, mana tasavvur qilaylik. Bu yerga 9 nuqta hop degan yozuv bo'lsin-da, bu yerga 5, 6 nuqta 5 emas, 6 bo'lsin-da, keyin bu yerga 5 bo'lsin. Shunda nimani topib beradi bizga? 9 ni topmaydi, chunki diapazonda yo'q 9. 5 ni topib beradi, 6 ni topib bermaydi. Bitta topadi shunda. Mana ko'ryapsizlar, bitta topdi. Hammasi shu yerda biz beradigan diapazonga bog'liq. Keyin ko'pincha diapazonlar mana bunday bo'lishi ham mumkin. Birinchi harfi 0 dan 5 gacha bo'lgan raqam bo'lsin yoki bo'lmasa istalgan harf ham bo'laveradi desak, yana bunday qilib a chiziqcha z deb qo'ysak ham bo'ladi. Shunda 0 dan 5 gachami tekshirib chiqadi birinchi harf, topsa topadi. Masalan, bu yerdan boshlaydi desak, boshda qarang, 0 dan 5 gachami yo'qmi birinchi harf? 0 dan 5 gacha emas. Keyin yana yoniga ikkinchi diapazon berib qo'yganmiz. Hech qanday vergulsiz, boshqa narsasiz, shunchaki berib qo'yilaveradi. A dan Z gacha. A dan Z ga to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. O'shaning uchun buni qaytaradi. Bu ham xuddi shunday bo'ladi. Qaytaradi. Bu to'g'ri kelmaydi, chunki 0 dan 5 gacha emas, A dan Z gacha emas birinchi belgi. Shuning uchun buni qaytarmaydi. Buni esa qaytaradi. Buni qaytarmaydi, buni qaytaradi. Mana ko'ryapsizlar, top qop 05 hop. Demak, diapazonlar mana shunday vergulsiz, hech narsasiz yozilib ketaveriladi. Mana bu yerda berilgan JavaScript infodagi misolni ko'raylik. Mana bu yerda string berilyapti. Mana exception degan so'zi borda, keyin 0xaf degan mana string qismi bor. Endi match bilan qidiryapti. Nimani qidiryapti? X bilan x bo'lsin, patternda yozyapti. Birinchi harfi x bo'lsin deyapti. Keyin endi bu yerga diapazon diapazonli to'plam beryapti-da. Aytayaptiki, ikkinchi harfi yo 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlar yoki katta A harfdan katta F harfigacha bo'lgan so'zlar bo'lsin deyapti. Ikkinchi harfi deyapti. Ya'ni birinchi harf x, ikkinchi harfi 0 dan 9 gacha bo'lgan son yoki katta A dan katta F gacha bo'lgan son bo'lsin deyapti. Uchinchi harfi ham yana xuddi shunday bo'lsin degan mana pattern yasayapti. Shunda keladi match, qidirib topadi. Mana x to'g'ri keladi. Keyin mana bu A harfi mana bu to'plamda ichidagiga mana A dan F ga degan qismiga to'g'ri keladi. Shu diapazondagi narsaga to'g'ri keladi. Demak, to'g'ri. Bunisi ham to'g'ri keladi. Ikkinchi harfi ham. Shunda true qaytaradi. Xo'p, endi mana bu yerda qisqacha qilib aytayapti. D biz sizlar bilan bu character classda o'tganmiz. Bu raqamlar degani 0 dan 9 gacha bo'lgan. Buni mana bunday qilib yozsa ham bo'ladi demoqchi-da. Yoki character class qilib yozsalaring bo'ladi yoki mana bunday qilib diapazon va to'plam ko'rinishida qidirib bersak ham bo'ladi. Xuddi shunday W ni mana bunday qilib to'plam ko'rinishida kichkina A dan Z gacha, katta A dan Z gacha, 0 dan 9 gacha va underscore degan to'plamga, diapazonli to'plamga to'g'ri keladi. Shular haqida aytayapti. Endi keyingi narsa haqida gaplashadigan bo'lsak, endi aytaylikki, shu op degan so'zlarni qidir, opdan oldingi lekin bitta harfi nima bo'lsa bo'lsin-u, faqat deylik, masalan, q bo'lmasin, x bo'lmasin. Tushundilaringmi? Endi bu safar aytayap, bo'lmasin deyapmiz. Yo q bo'lmasin, yo x bo'lmasin. Ana shunday holatlarda nima qilamiz? Mana u o'zimiz oldindan tanigan caret belgisini qo'yamizda, q x deb qo'yamiz. Shunda nima qiladi? Ishlayotganda birinchi opni topdi, oldidagi harfga qaraydi. Caret belgisini ko'rdi, qh ni ko'rdi. Demak, bu nimani rad etyapti? Q va x bo'lmasin. Yo q bo'lmasin, yo x. Q emasmi? Yo'q. X emasmi? Yo'q. Demak, buni oladi. Xuddi shunday bu yerga keladi. Endi buni olmaydi, chunki q bo'lmasin deb turibmiz. Chunki mana bu belgi turibdi. Buni olmaydi.
buni oladi, buni oladi, buni oladi, buni olmaydi, ho'pni olmaydi. Mana tekshiramiz. Mana to'p xuddi aytganimizdek shu 9 eng muhimi q xlarini olmadi. Yo ql yo x bilan boshlanadiganini olmadi. Ko'ryapsizlar, caret belgisi endi bu yerda boshqa vazifani bajaryapti. Shuni nazarda tutinglar. Caret belgisi o'sha regular expressionlarda ko'rganda chalg'imanglar. Qachonki caret belgisi to'plamni ichida keladigan bo'lsa, demak bu boshqa ma'noni anglatadi. Agarki regular expressionda o'zida bo'lganda edi, mana patternda o'zida bo'lganda edi, buni bilamiz. Bu nimani anglatadi? Boshi shu bilan boshlansin degan ma'noni anglatar edi. Endi bu yerda unaqa emas. Bu yerda caretni ma'nosi o'zgarib ketyapti. Bu yerda rad etuvchi bo'lyapti u. To'plamni rad etuvchi, mana shu to'plam bo'lmasin degan ma'noni beradigan ga aylanib ketyapti. Mana shu muhim narsa. Mana JavaScriptdagi infodagi nimani ham misolda ham ko'radigan bo'lsak, mana aytayaptiki, mana bu to'plamda caret qo'yilgan. Bu degani mana ko'ryapsizlar, raqam bo'lmasin, 0 dan 9 gacha bo'lgan raqam bo'lmasin, space bo'lmasin, bo'shliq bo'lmasin va A dan Z gacha bo'lgan harf bo'lmasin. Keyin mana bu yerga i qo'yib qo'ygan. Bu degani katta kichikligiga ham qarab o'tirma degani. Mayda bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham. Keyin mana shunda tekshiradi. Shunaqa joyini tekshiradi, qayerda topadi? Xo'p, A tushmaydi. L, I bular aniq tushmaydi bu narsalar. 1 bilan 15 ham tushmaydi. Kuchukcha belgisi tushadi. Chunki kuchukcha belgisi bu nimaga to'plamga bog'liq emas. U raqam ham emas, space ham emas, nimaga bo'lgan. Bular ham qolgani ham birontasi tushmaydi va nuqta yana tushadi. G deganimiz uchun ikkita javob qaytaradi, ko'ryapsizlar? Endi keyingi narsa bulardagi escaping haqida o'ylaylik. Chunki biz mana hozir gaplashib oldikki, o'tgan mavzuda gaplashib oldikki, escaping haqida, ya'ni regular expression patternda ichida special ma'no beradigan belgilar bor dedik. To'g'rimi? Lekin agar bularni aynan o'zini ishlatmoqchi bo'lsak, mana bunaqa escaping qilishimiz kerak dedik. Endi to'plamni ichida ham escaping bo'ladimi? Chunki ko'rdik, to'plamni ichida ba'zi bir narsalar sal boshqacha ishlaydi ekan. Masalan, caret bu yerda boshqa ma'noni anglatadi ekan. Shuning uchun biz shu to'plamni ichidagi escaping qanaqa bo'lishini ham bir gaplashib qo'yishimiz kerak. Buning uchun biz asosiy e'tibor beradigan narsamiz, biz bir narsani eng muhim joyi shundaki, biz anglab olishimiz kerak, to'plamni ichida qaysi belgilar ishlaydi-yu, qaysi belgilar umuman farqi yo'q. Masalan, biz regular patternda bilamiz. Caret biz o'rgangan belgidan boshqa narsani anglatadi. Dollar belgisi boshqa ma'noni anglatadi. Masalan, dollar belgisini biz har doim dollar pulni belgisi deb ishongan bo'lsak, regular patternda bu boshqa ma'noni beradi. Bu so'zning oxirida degan narsa. Endi biz bilishimiz kerak. Shu mana shu to'plamni ichida bularni ishlatsak, bularni ma'nosi o'zgaradimi, yo'qmi? Mana masalan, boyagini ko'rib chiqdik, caretni ko'rib chiqdik. To'plamni ichida qo'yadigan bo'lsak, buni endi boshqa ma'noda ishlatilyapti bu yerda, rad etuvchi ma'nosida. Lekin keyin yana mana bizda nima ham bor edi-ku? Nuqta belgisi ham bor, to'g'rimi? Regular expressionda ishlatsak, bu nuqtani anglatmas edi. Har qanday belgi degan ma'noni anglatar edi. Endi shuni biz mana bu yerga to'plamni ichida nuqtani ishlatsak qanday bo'ladi? Bunda nima ma'noni anglatadi? Shuni bilishimiz kerak. Mana shu farq eng asosiy. Ya'ni regular expressionda maxsus belgilar nima ma'noni anglatadi? To'plamni ichida ishlatsak nima ma'noni anglatadi? Shuni bilishimiz kerak. Ba'zi bir belgilar hech ma'noni anglatmaydi. Masalan, nuqta regular expressionda ichida har qanday belgi ma'nosini anglatsa, to'plamni ichida u shunchaki nuqtani anglatadi, xolos. Ya'ni bu yerda hech qanday ma'nosi yo'q. Lekin agar caretni ishlatsak, bu boyagi aytganimizdek rad etishni anglatar edi. Tushundilaringmi? Eng muhimi shuni bilib olish kerak. Xo'p, mana masalan tekshirib ko'rsak bo'ladi. Nima qilamiz bu yerda?
Masalan aytaylik, bu yerga nuqta qo'yaylik. Bizda regular expression bo'yicha shu paytgacha bo'lgan bilimimiz bizga nima deb aytadi? Bizga aytadiki, demak, ko'rgan odam aytadi, xo'p, op degan so'z bo'lsin, uni boshidagi undan oldin turgan birinchi harf istalgan belgi bo'lsin degan bilimni beradi, to'g'rimi? Ya'ni bunday deydigan bo'lsak, mana bu to'p ham bunga mos tushar edi, mana bu qop ham bunga mos tushar edi, mana hammasi bunga mos tushadi. Lekin bosib ko'rsak, mana null, hech narsa chiqmaydi. Chunki bu yerda endi to'plamda ichida nuqta, shunchaki nuqtani anglatyapti. Shunchaki nuqta. Masalan, mana bu yerga shunchaki nuqta qo'yib ko'rsak, mana nuqta belgisi. Demak, boyaga aytganimdek, asosiy masala biz shunga hushyor bo'lishimiz kerak, shunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Qaysi belgi, maxsus belgilar, regular expressiondagi belgilar to'plamda ichida ishlaydi-yu, ya'ni ishlaganda qaysi ma'noni anglatadi? O'zini ma'nosinimi, har doim biz o'rgangan ma'nonimi yoki maxsus ma'nosi o'zgaradimi? Shuni bilib qo'yishimiz kifoya. Masalan, bir ikkita narsalar ko'rsak, mana nuqta belgisi, plus belgisi bor. Nuqtani hozir ko'rdik. Plus, keyin mana bu qauslar maxsus hali mana bu ikkita narsani biz o'rganmadik. Lekin kelajakda o'rganamiz. Regular expressionda bularda maxsus ma'nosi bo'ladi. To'plamda ichida ishlatsak, bular shu biz o'rgangan plusni anglatadi. Shunchaki plus belgisi, mana bu shunchaki qaus belgisini anglatadi. Ya'ni ma'nosi hech qanday ma'no bo'lmaydi. O'sha belgini o'zi biz bilgan belgi bo'lib ishlatilaveradi. Mana carrotni ko'rdik, buni ma'nosi o'zgaradi. Endi shu yerda savol tug'iladi. Escaping, bularni qanday qochish kerak? Masalan, bo'lishi mumkin. Mana bu to'plamda ichida ham mana biz aytdik, carrot belgisini rad etish ma'nosida emas. Masalan, boya q, x dedik. Bunda aytdik, rad etadi. Qaysi birida q yoki x belgisi bo'lsa, carrot bo'lgani uchun uni tashlab ketadi. Unday ma'noda emas, shunchaki o'zini ma'nosida. Ya'ni mana shunaqa holat ham bo'lishi mumkin-ku. Mana bunaqa carrot, op. Mana shunaqa ma'noda ishlatmoqchi bo'lsak, ya'ni aytmoqchimizki, birinchi harfi yoki carrot bo'lsin, yoki bo'lmasa q bo'lsin, yoki x bo'lsin deydigan bo'lsak, mana bunday qilsak, mana shunday carrotni belgisini yozsak, u ishlamaydi. Chunki bu naborot q, x'si yo'qlarni chiqarib tashlaydi. Mana top, op, olti op shular chiqadi. Lekin biz aslida unday demoqchi emasmiz. Biz aytmoqchimizki, birinchi harfi yo carrot belgi bo'lsin, yoki q bo'lsin, yoki x bo'lsin. Shunda escape qilish uchun shu har doim o'zimiz bilganimiz mana escaping belgisini ishlatamiz. Escaping belgisini ishlatamiz. Masalan, nuqtalar uchun, nuqta belgisi uchun escapingni ishlatishga ehtiyoj yo'q. Chunki u aytdik, nuqta belgisi uni escape qilib o'tirish shart emas. O'z ma'nosini ishlat deyishimiz shart emas. Chunki u o'z-o'zidan boya tushuntirganimizdek, to'plamda ichida o'z ma'nosida ishlatiladi. Lekin ba'zi bir belgilar o'sha to'plamda ichida ham qandaydir bir maxsus ma'no anglatsa, xuddi mana bu carrotga o'xshab, demak, bularni oddiy asl ma'nosida ishlatishni qayta xohlamoqchi bo'lsak, unga escaping ishlatamiz. Xo'p. Shunaqalardan mana escapingga ishimiz tushishi mumkin bo'lgan narsalardan yana bittasi bor. Masalan, deylik, aytaylik, shunaqa holat ham bo'lib qolishi mumkin. Qaysidir so'zimiz mana bunda o'sha to'rtburchak qausni o'zi bilan ham boshlangan. Mana ko'ryapsizlar, to'rtburchak qaus belgisi, keyin op. Aytaylik, birinchi harfi deylik, x bilan boshlangan bo'lsin yoki bo'lmasa figurali qaus bilan boshlangan bo'lsin deb ishlatadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Unda mana bu yerda ortiqcha chizilib ketdi. Xatolik yuz beradi, chalkashib ketadi, chunki figurali qaus boyaga aytganimdek, bu regular expressionda to'plamni anglatadi va chalkashib ketadi. Tushunmay qoladi va xatolik beradi. Mana ko'ryapsizlar.
Yo'q, nega xatolik bermadi? Bu yerda xatolik berish kerak-ku. Nimani ishlatdik yoki bunday qilish kerak? Yoki yopilishimikin? Yopilishni ishlatib ko'raylikchi. Mana endi xato ketdi mana. Uzr, ochilishida xato ketmas ekan. Yo'q, mana bu yerda nima bo'lyapti desangiz, bu yerda JavaScript tushunmay qolyapti-da. Mana bu yerda ochilib yopildi deb o'ylab qolyapti. Lekin aslida biz aytyapmizki, mana to'plam mana bu demoqchimiz. O'sha to'plamni ichidagi birinchi to'plamni ichiga yozyapmizki, birinchi harfi yoki X bo'lsin yoki mana bu yopilish qavsi bo'lsin deyapmiz. Buni u tushunmayapti. JavaScript bo'ldi, bu to'plam yopildi deyapti-da. Mana bu asl biz yopayotgan narsani oddiy bir string deb o'ylayapti. Shunda aytyaptiki, yopilish belgisi opdan oldin deb tekshirib yuboryapti. Lekin bu biz istaydigan holat emas. Mana shunday holatdan chiqib ketish uchun mana bunday qilib escaping qiladigan bo'lsak, endi to'g'ri tushunadi. Demak, deydi bu to'plam ekan deydi. To'plamni shu birinchi to'plamni ichida aytadi, birinchi belgi yo X bo'lish kerak yoki yopilish, mana bu yopilish figurasi bo'lsin degan ma'noni tushunadi-da, endi to'g'ri qaytaradi. Mana to'g'ri qaytardi. Xo'p, bir yana boshidan takrorlab oladigan bo'lsak, to'plam degan narsa bor ekan. To'plamni ichida biz o'sha pozitsiyadagi belgini qaysi belgilardan biri bo'lishi mumkinligini ko'rsatib berishimiz mumkin ekan. To'plam to'rtburchak qavs yordamida yasaladi ekan. Yana to'plamda diapazon degan narsa ham bo'ladi ekan. Diapazonni biz mana bu chiziqcha belgisi bilan, hyphen belgisi bilan berib qo'yishimiz mumkin ekan. Masalan, A dan Z gacha desak, shu A harfidan oxirigacha yoki 0 dan 9 gacha desak, shu 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlar shu to'plamda ichida diapazon bo'lib xizmat qiladi ekan. Endi yana bir narsani o'rgandikki, Java regular expression'da ichida maxsus ma'no anglatadigan belgilar mana bu caretga o'xshagan, dollarga o'xshagan, nuqtaga o'xshagan yana har xil belgilar bizning to'plamimiz ichida ishlatilganda o'zini maxsus ma'nosini yo'qotib qo'yishi mumkin ekan. Masalan, nuqtaga o'xshash yoki boy plus yoki qavslar. Endi buni ichida maxsus ma'noni anglatmaydi. Yoki bo'lmasa, o'zini o'sha maxsus ma'nosini o'zgartirishi ham mumkin ekan. Bu yerda boshqa ma'no anglatishi ham mumkin ekan. Va biz bundan xabardor bo'lishimiz kerak. Nima ma'no anglatishini doim bilib yurishimiz kerak. Internet orqali bilsak bo'ladi yoki o'zimiz mana bunday kodlarda ishlatib ko'rib bilib olsak ham bo'ladi. Internetda yozsak ham o'zi nimalari chiqib keladi. Eng ko'p uchraydigan holatlarni ko'rsatib berdim mana sizlarga. Lekin mana shundan biz xabardor bo'lishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerdagi caret bilan to'plamni ichidagi caret boshqa ekanligini yoki regular expression'da ichidagi nuqta bilan to'plamni ichidagi nuqta boshqa ma'no anglatishini, mana shu narsalarga biz hushyor bo'lishimiz kerak. Keyingi oxirgi gaplashgan narsamiz escaping. Escapingda o'sha har doimgidek to'plamni ichida mana shu tashqaridagi escapingga o'xshab escaping qilsak bo'ladi. Ba'zi bir belgilarga umuman escapingda hojat yo'q, chunki baribir bu o'zini o'sha asl oddiy ma'nosini anglatyapti. Mana nuqtaga o'xshash narsalar. Ba'zi bir narsalar to'plamni ichida ham maxsus bir ma'no anglatuvchi mana caretga o'xshash belgilarni escape qilib o'zini o'sha oddiy ma'nosiga qaytarmoqchi bo'lsak, mana bunaqa har doimgi escapingni belgisini ishlatib escape qilaveramiz. Hammasi shular, topshiriqlar tagida qoldiriladi har doimgidek.